og'iz ochar payt, ya'ni iftor mahali yaqinlashgan paytda Alloh taolo mana shu iftorni kutib o'tirgan bandalarni, Xudo shu bandalardan faxrlanadi. Duolar ijobat bo'ladigan payt. Ko'pchiligimiz mana shu iftorga yaqinlashgan paytda g'aflatda o'tkazib olamiz. Boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lib, aslida mana shu iftor yaqinlashgan paytda eng zikrni ko'paytiradigan, bee'tibor bo'lmaydigan paytda o'zi asli. Mana shu iftor mahali yaqinlashgan paytda iloji boricha payg'ambar alayhissalotu vassalomga salovat aytib o'tirsa yaxshi deydi. Bizni ro'za tutayotgan mana shu hammamizni ham eng g'aflatda qoladigan kamchiliklarimizdan biri mana shu aynan og'iz ochar mahalda bee'tibor g'aflatda bo'lishimiz.